Prezidentimizning 2025-yil 4-sentyabrda qabul qilingan qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mamlakat agrar sohasi uchun katta yangilik bo'ldi. Ushbu hujjat buxorolik tadbirkorlarning ham faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqot doirasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini bajarish, shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi sohasini qo'llab-quvvatlash orqali tizimda norasmiy tovar aylanmasini qisqartirish masalasi ustuvor vazifa qilib belgilangan edi. Shundan kelib chiqib, 2026-yil 1-yanvaridan boshlab qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, paxta va g'alladan tashqari realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy qilindi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishga mo'ljallangan fermer xo'jaliklarga qo'shimcha qiymat solig'ini 0% stavkada belgilansin degan farmonni eshitib, nafaqat men, balki barcha tadbirkorlarga juda bir yengillik bo'ldi. Bu nimani beradi? Tadbirkor qo'shimcha qiymat solig'idan ozod bo'lgandan keyin o'sha mablag'larni tejasa, bu albatta qo'shimcha ishlarda eng asosiysi bu yashirin iqtisodiyotni oldini oladi. Ta'kidlash kerakki, ayni paytda berilgan imtiyozdan jami daromadning kamida 80% o'z mahsulotini sotishdan tushgan bo'lsa hamda mahsulot yetishtirish uchun zarur yer maydoniga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar foydalana oladi. Raqamlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, Buxoro viloyatida 3300 dan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlari ushbu imtiyozlardan foydalangan holda faoliyatlarini yuritishmoqda. Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgani, fermerlar uchun aylanma mablag'larning tezroq qaytishini hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, sohada istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.